Men bomdodni o'qimayapman demasin. Alloh unga bomdodni o'qishligini ravo ko'rmayapti. Demak, unda nimadir illat bor. Alloh o'zi xohlagan bandasiga namoz o'qishni muvaffaq qilib qo'yadi. Kimga namoz o'qishni muvaffaq qilgan bo'lsa, eng saodatli banda shu. Agar kimga Alloh taolo namoz o'qimaslikni taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, bilingsinki, u badbaxt. Allohning nazaridan qolgan. Agar bomdod namozini o'qiy olmayotgan ekan, bilsin, illat bor, o'zini tekshirsin. Nimadir gunoh ma'siyati bor. O'sha gunoh ma'siyati uni bomdodga turishdan to'sib turibdi. Jumada aytib o'tdik xuddi shunga o'xshagan narsani. Sahoba ikromlar, ulug'larimiz aytar ekanlar: "Ulovim menga bo'ysunmay qo'ysa, o'zimni o'zim taftish qilaman. Chunki ulovni menga bo'ysundirib qo'yadigan Alloh. Nimadir men Allohga gunoh qildimki, Alloh ulovni menga bo'ysundirmayapti. Ya'ni ot yiqitadi, tuya yurmaydi, xachiri joyidan jilmaydi va hokazo. Mashinangizni burasangiz yurmaydi umuman. Yoki bir joyga borib urasiz o'zingiz bilmagan holatda. Nimaga? Chunki Allohga nisbatan bir isyon qilganmiz, Alloh o'sha temirni bizga bo'ysundirib turgan edi. Endi bo'ysunmay qoldi. O'zimiz istamagan joyda borib bir joyga borib uryapmiz-da. Xuddi shunga o'xshash. Namoz o'qishga muvaffaq bo'lmayapmizmi? Demak, biz Allohga nisbatan nimadir isyon qilganmizki, Alloh namozlarning eng buyugi bomdodga turishlikka bizlarni muvaffaq qilmayapti. Bundan o'ta qo'rqish kerak odam. Kerak bo'lsa uxlamasin kechasi bilan. To bomdodni o'qib keyin uxlasin. Agar umuman tura olmaydigan bo'lsa, yoki ota-onasiga aytsin, uylangan bo'lsa oilasiga aytsin. Hozir bir necha uyg'otadigan vositalar bor. Uyg'otadigan vositalarning hammasini qo'ysin. Nima qilsa qilsin bomdodga tursin.